Mana ertaga ham shanba, endi dam olish kunlari, shanba yakshanba. Biz ham sekin ko'chaga chiqib oldik. Jon, yaxshimisiz, tuzimisiz? Kelyapsizmi? Biz sizni qizlar bilan kutib o'tiramiz. Aytib, tabletkalaringiz bor edi-yu. O'shalarni ichib keling, sizda ish bor. Gap yo'q, ish bor ekan. Hozir o'tamiz, nima rasm jo'natdi. Bu rasmni ocha olmayman. Hozir o'taman. Bo'ldi, hozir o'taman 1 soatlik. Kakras Cheki kirib chiqish kerak edi. Salom alaykum. Sumsiz charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Aka nitrofungin degan dori bor. Nitrofungin ekan. Yetsa kerak menimcha. 15 dan mana ichida? 15 dan. Ha, olib ketaymi, ketasizmi? Borasizmi? Olib ketaman. Bir hisobli bering, birga ketib olamiz. Kakras dorim ham oldim deydi. Kimga ham bunaqa dorilar kerak bo'lsa, bemalol Vikingga aloqaga chiqishingiz mumkin. Qizlar pastdan o'zi chaqirib yuratsalar. Dori qolib ketmasa bo'ladi. Mana shunaqa hisobli beravering, bo'ldi aka. Ketasizmi rostdan? Ha. Bo'ldi, davay aka. Va kiyimlarga chaniq qo'ying, ketdi. Ketaman. Birga ketamiz. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi aka. 60 ming so'm bo'ldi. Hech pul? 1,60 ming so'm. Bo'l. Kartadan to'layveraman. Bo'ldi.